Albatta bu konferensiyamizdan asosiy kutilayotgan maqsad Toshkent vohasini qadimdan to bungacha bo'lgan tarixini, tadqiqotlarni zamonaviy tadqiqotlar orqali o'quvchilarga, tadqiqotchilarga, talabalarga yetkazishdan iborat. Eng qadimgi davrdan Toshkent vohasini tarixi, o'rta asrlardagi Toshkent vohasini tarixi, unga munosabatlar, manbalarda, tarixshunoslikda qanday o'rganganligi, keyinchalik o'sha mustamlakachilik tuzumi davrida va qo'yingki mustaqillikka erishgandan keyin zamonaviy tadqiqotlarda yangi davrda, eng yangi davrda Toshkent vohasiga bo'lgan munosabatlarni o'rganishdan va ularni tadqiq qilishdan va ularni talabalarga yetkazishdan, vohasini hududida joylashgan madaniyat yodgorliklarini o'rganilmaganliklari, uni davrlarini qaytadan ko'rib chiqish masalalari ham ilgari surildi. To'g'ri, kitoblarimizda bor. Ularni biz elektron kataloglarni yaratish masalalari ko'rilyapti. Misol uchun bizda arxeologlarning ilgari surish konferensiyada topilgan topilmalarimizni elektron kataloglarni tashkil qilinsa, u albatta u turli hududda qaysi hududda turishidan qat'iy nazar o'rganishi va tadqiqotlar uchun shu ma'lumotni olish uchun qulay bo'ladi. Bu ham ilgari surildi. Bu ham albatta yechim topadi deb o'ylaymiz shu konferensiya natijasida. Toshkent vohasini qadimgi davrdan to bugungacha olgan taqdirimizda turli davrda bo'lishidan qat'iy nazar Toshkent vohasi, Toshkent hududi bu sharq bilan g'arbni o'rtasida ko'prik bog'lagandek Buyuk Ipak yo'lining chorrahasida joylashgan hudud hisoblanadi. Har qaysi zamonda ham eng muhim hudud hisoblangan. Bu hududdan topib o'rganilgan madaniyat yodgorliklarini olamizmi? O'rta asrlarga tegishli bo'lgan, aytaylik, o'sha tarixiy obidalarimizni, tarixiy makonlarimizni olamizmi? Bularni tilga kiritish, bularni gapirtirish, bularni o'sha davrdan voqealardan xabardor qilish albatta biz olimlarni, tadqiqotchilarni, tarixchilarni vazifasi deb o'ylaymiz. Konferensiya